Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugun sizlar bilan huquqshunoslik yo'nalishi haqida gaplashamiz. Xo'p, huquqshunoslik bu sizlarga nima beradi? Bu sizlarga birinchi navbatda o'zlaring huquqlaringni to'g'ri talab qilishga va birovlarga yordam berishga, haq-huquqlarni talab qilish uchun birovlarga yordam berishga yaxshi bir soha. Oxirgi vaqtlarda ko'p sohalar chiqib ketyapti. Modnidan, допустим, aytishning yoki qanaqadir biznes menejment, biznes yo'nalishlar. Lekin har bitta shu sohani bitirayotgan odamga ham, qanaqadir biznes bo'lganda ham huquqshunos albatta kerak. Любой davlatga kerak bu huquqshunos. Yoki bir частный organizatsiya yoki государственный organizatsiya huquqshunos по-любому kerak bo'ladi. O'sha hisobiga даже вот Rossiyaga kelib yurgan migrant hisoblariga ham yurist kerak. Yarqi primer olib qaraydigan bo'lsak, Bahrom Tursunov. Hop, Peterda hozir ayni damda 50 dan ko'p universitet bor. Ularning ichidan 10 dan oshiqda huquqshunoslik yo'nalishlari mavjud. Endi bu har xil universitet bo'lganligi uchun imенно kontrakt narxlari ham har xil, finansimizga arzonroq tushadiganlar ham bor. Lekin diplomi bir xil, davlat universitetlariga bir xil bo'ladi. Agar oxirlari topshiradigan bo'lsangiz agar byudjetga ham iloji bor. Допустим, kunduzgi ham, вечерний ham o'qisiz bo'ladi. Har xil yo'nalishlarda qabul bor hozir. Xo'p, yuridik sohasi imенно kimga kerak? Birinchidan, konkretdan mana shu sohaga qiziqib boshdan shu sohani o'qiyman, huquqshunoslikka deb kelayotgan odamlar o'zi bo'ladi, shu sohada o'zini ko'rayotgan, kelajakda davlat ishidan qanaqadir yoki частный ishdan o'zini ko'rayotgan odamlarga kirsa bo'ladi, kelib yuridikka, вечернийga yoki kunduzgiga farq yo'q. Ikkinchidan, ko'proq hozirda imенно Rossiyada yurgan migrantlarimiz bor. Imенно dokument qilib berishyapti yoki qanaqadir kafe ochishgan, qanaqadir organizatsiya ochishganda imенно shu dokumentatsiyasidan muammo bor. Ular, пожалуйста, kirsa bo'ladi. Ochniga kelib kiringlar, o'qib tugatinglar o'zlaring imенно shu ketayotgan sohani va ertaga tugatganlaringdan keyin o'zlaring bemalol shu sohani olib ketsalaring bo'ladi. O'zlaring haq-huquqlaringni to'g'ri talab qila olasizlar, Rossiyada bo'lsalaring ham. Chunki qonun o'rgatadi hamma narsani. Keyin uchinchidan bo'ladigan bo'lsa agar, bu O'zbekistonda bakalavrni tugatib kelgan, qanaqadir boshqa yo'nalishlarni, допустим, biologiyani tugatib kelgansiz, matematikani tugatib kelgansiz, ITni tugatib kelgansiz, keyin magistraturaga imенно yuridikga topshirsangiz bo'ladi. Endi ko'pincha bu hollarda, bakalavrni tugatib, yuridikga qiziqqan abituriyentlarimiz bor, shularga masalan. Xo'p, yana bir moment, imенно siz o'qishingiz, Rossiyaga kelib o'qishingiz faqatgina siz o'qishingizga emas va dokumentatsiyangizga ham katta rol o'ynaydi. Imенно RVPO siz olishingiz mumkin agar kelib ochniga o'qishga kirsangiz agar, imенно bakalavriat yoki magistraturaga, kollejga kirsa emas, imенно bakalavriat yoki magistraturaga. Zaochniy yoki вечернийga kirib oson bo'lmaydi deganlar ham bo'lishi mumkin. Unda ham oson bo'ladi. Faqatgina o'qishni tugatganingizdan keyin siz diplom olib, ofitsial ishlab, keyin VNJ olsangiz bo'ladi. Gap yo'q. RVPO VNJ olsangiz bo'ladi, gap yo'q. Lekin siz ochniga kiradigan bo'lsangiz agar kelib turib, siz sразу уже RVPO olsangiz bo'ladi. Biz sizlarga to'g'ri maslahat bera olamiz, bu qanaqa qilib RVPO olish kerak o'qishga kirgandan keyin. Kapaga narsaga tushadi o'zi, bunaqa ko'p rasmot bor. Chunki sizlarda основание bor, imенно ochniga o'qishga kirganlaring bu sizlarning основание. Xo'p, yana savollar bo'lishi mumkin. Men yuridik sohasiga o'qishga qo'rqaman deb. Ko'pchilik endi boshlamasdan turib qo'rqib qolgan bo'lishi mumkin, lekin bu sizlar o'ylagan raqam chiz qanaqadir oddiy, qiyin chirtiyojlarni anaqa narsalar emas. Imенно hisob kitob yoki unaqa narsalar yo'q. Imенно yuridikda shuning uchun siz bemalol kirsangiz bo'ladi. Bu imенно siz uchun, chunki bu bemalol o'qiysiz, gumanitar fanlar imенно bo'lganligi uchun qiyinchiligi yo'q. Imенно matematika yoki anaqa fanlar emas, istoriya bo'lishi mumkin, russkiy язык bo'lishi mumkin. Shunaqa fanlar bo'ladi imенно yuridikda. Qonunlar. Bu juda ham qiziq. Просто boshlagandan keyin o'zingiz ko'rasiz bu narsani, o'qishga kirganingizdan keyin qanaqa qiziqligini o'zingiz ko'rasiz. Xo'p, huquqshunoslikda imенно 4 ta yo'nalishi bor hozir Rossiyada. Bu birinchisi гражданские права. Bu qanaqa sfera deyishingiz mumkin. Bu naslедство, sizdan yodgorlab qolgan, o'shani o'zingizga o'zlashtirmoqchisiz yoki bir qanaqadir urush, imенно fuqarolar o'rtasida deylik. Do'stingizdan qarz olgansiz, lekin bermayapti. Shunaqa o'xshagan narsa. Bu yo'nalish. Ikkinchisi, то есть государственное право. Bu yo'nalishga tanlaydigan bo'lsangiz agar, siz bitirib kim bo'lsangiz bo'ladi, parlament ishlasangiz bo'ladi, допустим, parlament yoki deputat bo'lsangiz bo'ladi, hokimiyatda ishlasangiz bo'ladi va shunga o'xshash kasblar davlatniki. Xo'p, uchinchisi bu уголовное право. Ko'pchilik qiziqadi, ko'pchilik biladi.
ну, prokuror desangiz bo'ladi unda. Qanaqadir qayerdadir yomon ishlayotgan bo'lgan bo'lsa agar, siz borib o'sha разбираться qilasiz. Грубо говоря. Hop, to'rtinchisi, yana bitta yo'nalish bor, oxirgisi. Hozir sizlarga aytaman. Bu korporativniy yurist. Bu qanaqa yurist? Именно, допустим, deylik, oddiy primer olib ko'ramiz. Apple kompaniyasi bor, o'shaning yuristi. Yoki bizning yuristimiz, bizning firmamiz yuristi bor. Bular ishi nimadan iborat? Kelayotgan klient bilan как бы договор tuzish yoki ertaga qanaqadir qonuniy taraflama, yomon как бы qonuniy taraflamada siz minusga ketmasligingizni ta'minlovchi odam, shaxs.